Yotib olgan holatida ham akalar mana 75 turyapti. Rang-barangida akalar sarig'idan, oqidan, qora kashtanidan kimga qanaqasidan kerak. Xudo xolasa har turidan qilib chiroyli holatda, ammo oyoq qo'lini uzunligini qarang bu qo'ziladi. Xudo xolasa 7 oylik. Ha. Videoni oxirigacha ko'rishsa, Bor to'g'ri o'shanda. ham qo'yib beramiz. Voy masha. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Ozodbek Yuz kanalida muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa biz mana 6-may sanasi chorshanba tongida erta tongdan sizga yaxshi kayfiyat hamda mashnaqa sovg'alarni puli arzonidan ilinib, akalar sizlarga zo'ridan namoyish qilishda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar arzonchilik qilgan qishloq Saroyda Umidjon ukamizdan sekin suhbatimizni olib boraveramiz. Bularning ma'lumotlarini o'zlaridan chiroyli qilib eshitib boraveramiz. Uka, hormang. Assalomu alaykum. Sog'lik, salomatlik. Obunachilarga ham salom. Aka, bugunga 4 partiya qo'sh qiramiz. Gap yo'q. Har doimgidek arzonidan. Arzon ma'lumot ham 47 bosh sovliq. Birinchi partiyamiz. 47 bosh hammasi sovliq variantlari. Hammasi sovliq. Ko'paysinlaridan joningiz omon bo'lsin. Akalar holatini ko'ring. Qorni chiqqani o'zi video syomkamizda ham bilinib turibdi. Yomon-chimon sog'lik, salomatligi demak joyida ekan-a. Xudo xolasa sog'lig'imiz sinadik aka, yana bir hafta sinovi bor. Sinovlari bor. Nechta dedik? 47 bosh. 47 bosh. Bularda yosh oyliklari qanaqa ekan uka? 4 oylik atrofida, 4 oylik plus. 4 oylik plusga demak yosh oyliklari berilaveradi. Demak, kuziga borib, xudo xolasa bemalol qo'chqor qo'shsa bo'laveradigan holat. Xotirjam qo'shsa bo'laveradi aka. Joningiz omon bo'lsin. Bularda ochiq dumba akalar hammasi ko'rib turibsizlar. Burni oqqan soqqanlari yo'q. Xotirjam o'ylanmay telefon qilavering. Bitta olasizmi, 10 ta olasizmi akalar. Xudo xolasa xonadoningizgacha chiroyli qilib yetkazib, olib borib berilaveradi akalar. Bularda dastavkasi qanaqaga beryapsiz? Dastavkasi aka hammasini bir joyga oldimsa Samarqandgacha ketaveradi. Samarqandgacha besplatni. Aha. Bundan uyog'iga ham qilib beramiz, ha? O'zbekiston bo'ylab dastavka bor aka, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Demak, besplatnisi Samarqandgacha. Aha. Bitta ikkita olsa qayergacha yetkazib beramiz? Vodiy bo'ylab 5 ta olsa Toshkentgacha, kam 10 ta olsa Samarqandgacha yetkazib beraveramiz. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa Samarqandgacha akalar dastavka xizmatlari bor. Endi xomshod bular asli o'sarman nasllarda-ku. Bo'ybasini nechiga berib yuboramiz? Bo'yini aka 65 ga hisoblayveramiz. 65 ga hisoblanaveradi. Xudo xolasa rang-barangida akalar sarig'idan, oqidan, qora kashtanidan kimga qanaqasidan kerak. Xudo xolasa har turidan qilib chiroyli holatda, ammo oyoq qo'lini uzunligini qarang bu qo'ziladi. Xudo xolasa zo'ridan. Birinchi bolani, birinchi barakani o'zlari olishadi. Ha, birinchi bolasini oladi. Gap yo'q. Nech puldan qo'yamiz uka bularni? Aka 3,5 34 yo'q. 3,5 34 yo'q. 3 million 300 mingdan qo'yamiz. 3 million 300 ming so'mdan zo'r narx bo'ldi uka. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Bitta kamini qilib berasiz uka. Yana kam qilib bering. Endi sizda doim 50 ming so'm ko'nmaysiz aka. Yo'q, baribir 3 million 200 mingdan Optimga ketaveradi. Joningiz omon. 3 million 200 ming so'mga akalar Optim. Uka, endi Optim narx deganda hammasi bayda 47 ta. Ha. 47 tani hammasini olishga xolosagan deb o'ylashadi-da, shuni 10 tani haydab olishga qancha beramiz? Aka, tanlab olmasa bo'ldi. Kam 10 ta shunday haydab chiqaramiz, bu Optim narxida ketaveradi. Oyoqdan tortib tanlab olmasa bo'ldi aka. Haydasak bo'ldi. Bitta ushlab agar tanlab olinsa, har joyda o'zingiz bilasiz, qadrli obunachilarimiz, plus minuslari bo'ladi. Aka, 3 million 300 mingdan yoqqan tanlab olaveradi. Yoqqanini. O'zingiz ham chiqarib berasizmi? O'zim ham chiqarib beraveraman. Yaxshidan chiqarib beruvka. Chiqarib bersa chiqarib beraman. Gap yo'q. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Narxda yana akalar 3 million 200 ming so'mdan mana sovliq variantlari. Pul arzon bo'ladi. Ammo ulgurib qoling. Xudo xolasa sizga yaxshilardan ilinishda davom etaveramiz. Endi keyingi partiyamizga biz sekin navbatda beraveramiz. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar keyingi partiyamizga endi qo'chqor variantlari. Hozirgi sovliqlardan oldingizmi akalar? Mana qo'chqorlardan ham qo'shib oling. Xudo xolasa o'zlaridan ko'payib yuraveradigan varianti. Soni nechta beyda? Soni aka 29 dona, hammasi qo'chqor. Hechma sovlig'i yo'q. Yo'q. Gap yo'q. Hammasi qo'chqor, holati ideal darajada akalar. Ozib ketgan muruk-suruklarini ko'rmayapsiz xudo xolasa. Bularni qayergacha yetkazib beramiz uka? Bularda aka bu ham Samarqandgacha Bu ham ketaveradi.
Bitta ikkita olsak, Nasibga manbasi yo'q. qaygacha yetkazib beramiz Bitta ikkita bo'lsa vodiy bo'ylab. Bitta ikkitani vodiy bo'ylab ham yetkazib, olib borib berilaveradi. Bitta ham sotilaveradi akalar. Telefon qiling, muomalani qiling. Bitta ikkita olsa, Toshkentgacha ham bir nima qilib yetkazib beramiz. Aka, marosa. Marosa. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda jo'natib beraveramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar, afg'on parodalari ham bor ekan mana akalar. Kimga qanaqasi kerak? Hammasidan bor. Akalar ish qo'vozi ko'p-da. Bu go'sht yo'nalishiga shunaqangi boqsa zo'r effekt beradi. Buni boqqan odam biladi. Mana ularda akalar endi aytmasangiz ham bo'laveradi. Xudo xolasa holati zo'r. Oyoq qo'li uzun. Sinamog'ini beramiz-a bularga ham bir hafta. Aka, bir hafta sinov bor. Yeb ishiga, sog'lik salomatligiga bemalol sinov olishaveradi. Gap. Narxini qancha qo'yamiz bularni ekan? Narxini aka, keng bo'ladigan summasini aytib qo'yaylik. Hop. Ertalabda videoni cho'zmay. Ha. Soni 29 ta, hammasi Qo'chqor. Ha. Nasibga Samarqandgacha 3 million 200 mingdan ketaveradi. Bu ham ketaveradi. Sog'liqda narxida. Xayriga o'tib beraman aka. Joningiz omonmiz. Omad telefon qilishadi. Xayri sunnati bo'ladi uka. Yosh aka 4 oylik 5 oylik atrofida. 4 oy 5 oylik oylik 65 ga beraveramiz. Joningiz omonmiz. Ana akalar sizlarga variant, mana sizlarga xudo xolasa akalar Qo'chqorda sultonlari. Olasiz, boqasiz. Yana bitta gap. To'g'li Qo'chqor so'rag'anlar bor, 6 oy 7 oylik. Ha. Videoni oxirigacha ko'rishsa, bor o'shanda Qo'chqor ham qo'yib beramiz. Voy mashalloh. Akalar videoni yerinmasdan Yemga tayyorlar. Yemga tayyorini tashab qo'yasiz, maza qilib barakani olaverasiz xudo xolasa. Keyingi partiyamizga beramiz. Qadrli obunachilarimiz, akalar, so'nggi partiyamiz bo'ladi bunisi. So'nggi partiyamizga eng yirigidan, to'qlilaridan qidirib yurgan aka-ukalarimizga tavsiya qilinadigan variant. Yemga tayyor uka bular. Tayyor aka. Bemalol berishaveradi. Bayavay tashlashaveradi xudo xolasa. Yemda akalar yo'radigan holatga, yeydigan yoshga, gavda oshga yetib bo'lgan bular. Soni nechta? Soni 10 dona aka. Bir pachka. Bir pachka. Bitta obunachimizni qo'yib Ha, bir kishi olib qo'yadigan qo'y aka. Gap yo'q. Bular necha oylikka beramiz uka? Bular aka 6 oylik plus 7 oy. 6 oy 7 oy atrof. Gap yo'q. Bo'ylarini nechaga beramiz? Bo'ylarni o'lchaveramiz aka. Sraz ushlab ko'rsatib namoyish ketaveramiz. Voy mashalloh. Ehtiyot bo'ling. Qiynamang joylarda. Mana qo'ylar akalar. Yotmayapti, turib yotib olyapti. Bu mana old oyog'i tisalgan holatda o'lchab bo'lmaydi akalar, o'zingiz bilasiz. Ammo juda charsagan, sog'lik salomatligi zo'r ekan bularda. Endi qo'yingchi metrda. Bismillah. Quloqini bekitib olsangiz ko'zini. Qani? Metrdan qo'rqarkan. Metrdan qo'rqarkan. Tep beryapti ham, ey mashalloh. Nechiga beramiz? Nechiga berib yuboramiz? Hozir aka, mana boshqasini o'lchaymiz. Biroq o'lchab ko'rsatib qo'yaveray. Qani? Yotib olyapti. Yotib olgan holatida ham akalar mana 75 turyapti. O sariqni ham o'lchab qo'yib. Ushlangchi. Yana birorta sariq o'zi bir dona, taniqli qo'y. Nima ketdi? Sariq o'zi bir dona ekan, ha? Bu yotib olyapti uka. Shogirdingiz yangi shekilli ushlashni bilmayapti, ha? Yangi. Hop, 74 atrofida chiqyapti. Aka, 70 ga hisoblab olamiz. 70 ga hisoblab olishaveradi. Qadrli obunachilarimiz, mana 70 ga hisob-kitob qilib olaverasiz. Ammo mana shoxlilar ulardan ancha novcha ekan. Qaygacha yetkazib beramiz bular? Aka, Samarqandgacha ketaveradi. Narxini qancha qo'yamiz uka? Bu so'nggi partiyamiz. Narxini aka 4 million 39 yo'q. Hop, 3 million 800 mingdan ketaveradi. 3 million 800. 3 million 800 mingdan to'xli Qo'chqor. Kami bo'ladi. Aka, qo'zi bo'lsa mayli o'tib beraveradi. Endi bular to'xli qo'yta, qarab o'tib bermaysan. Yemga tayyor qo'yta bu. Yemga tayyor. Mayda qo'zi bo'lsa aka 100 ming 200 ming qilib o'tib beraveraman. Keling, xayriga bitta narsa. Aka, asli o'tib beradigani yo'q. Ha. Mayli, siz obunachilaringiz 3 million 700 mingdan ketaveradi. Joningiz zamonimiz. Gap yo'q. 3 million 700 ming so'mdan akalar to'g'ri Qo'chqorlar mana sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Har bir partiyadan qadrli obunachilarimiz o'ylamay telefon qilavering. Xayri sunnat bo'ladi. Hech kim baribir aytganiga sotmagan. Qadrli obunachilarimiz, aloqaga chiqaverasiz, ishingiz bitaveradi. Demak, biz endi video syomkamizni mana shu joyda yakunlasak bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizdan endi ehtiyot qiling. Maksimal yaqinlarga tarqatib, like bosib, akalar, podishkada charchamanglar. O'zingizdan endi ehtiyot qilinglar. Kanaldan uzoqlashmang.